Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bu g'ishlar nima deyapti? Ranglarni ko'ringlar, ranglarni atlasligini. O'ta chiroyli, o'ta chiroyli. Xudo xolasa urganda undan ham chiroyli bo'lib ketadi. Inshaalloh. Bu g'ishlarimizda razmerlariga kelsak 6-12, 25 standart holatdagi g'ishlarimiz. Eslatib o'tamiz, biz bloger emasmiz, zavod egalaridanmiz. Ishlarimizda ranglarni ko'rib turganlaringdek bir xil holatda bu hozir 10 mingtalik mashinamiz Andijon viloyati Sharxon tumaniga ketyapti. Bugun 16-oktyabr. Eslatib o'taman. Bitta bonus qo'yib beraman, xudo xolasa. Bittadan like bosib qo'ysangiz, xudo xolasa, boshqalarga ham foydasi tegadi. Sababi har bitta like ga 1 oy har bitta like ga bittadan shu 10 mingtalik mashinamiz ustiga qo'shib beriladi. Eslatib o'tamiz, tashvishi bir xil chiqadi. Ishlarimizni mana sanoqlariga garantiyalari bor, qolanib ketmasligiga garantiyalari bor, sho'rlash darajasi umuman yo'q hisob. Xudo xolasa birorta klientdan murojaat tushmagan, 5-10% bo'lish ehtimoli bo'lishi mumkin deyapmiz, xudo xolasa. Hali ko'pchilik pastga irg'it, zavodda ko'rganlaringdek pastda nima qilsam pastga irg'it deyishardi. Hozir men sizlarga aspalga irg'it deganlarga mana aspalga irg'it ko'rsatib beraman. Ishlarimizni va hozir undan oldin ikkita tashladim. Umuman sinmadi, xudo xolasa. Gap yo'q lekin. Ishlarni qaranglar. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Zavodning o'zida 750 so'mdan juma kunlari 740 so'mdan qilib qo'yganman zavodning o'zida. Vodiy bo'ylab yaqin uzoqligiga qarab kelishilgan narxlarda yetkazib beryapman. Bu quyosh nima deyapti? Erta bilanda quyosh chiqishini. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eng arzon narxlarda yetkazib beramiz inshaalloh, xudo xolasa. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.